Xitoyning iLife brendidan yana bir ajoyib kir yuvish gelimiz. Ushbu kir yuvish gelimiz matodagi bakteriyalarni o'ldiradigan, mana bu ruschasiga aytganda klesh deydi-yu. Mana shu terini yuzida yashaydigan, teri kanasini o'ldiradigan bakteriyaga qarshi kir gelimiz. Hozir shuni obzorini qilib ko'rsataman. Mana qopqoqchasi ochdim. 45 ml gacha belgilangan. Bir qopqoqcha solaman hozir suvga. Hidi rosa zo'r. Xo'sh, endi sinaymiz. Penani ko'ryapsizlar? Hidi shunaqangi zo'r. Bu gelimiz aynan o'sha terida yashovchi klesh degan bakteriyani o'ldiradigan kirgel. Nima uchun aynan kirgel deyapmiz? Chunki bu bakteriya teridan teriga, teridan matoga, yostiq jildlarga, kiyimlarga yuqib bu kasallik yo'qolmaydiganligi uchun ham mana shu bakteriyani yo'qotadigan aynan shunaqa kirgellarimiz bor. Penani ko'ryapsizlar? Juda ham zo'r, hidi ham zo'r chiqyapti. Agar buni avtomat kir mashinkaga solsangiz, kir mashinkangiz qopqog'idan chiqib ketadi ko'piklari.